Besh opa singillarga birin-ketin sovchilar kela boshlaydi. Ota avval to'ng'ich qizini, so'ngra qolganlarni ketma-ket uzatish niyatida edi. Ammo to'ng'ich qiz otasiga g'amxo'rlik qilishini aytib turmushga chiqishdan voz kechadi. Shunday qilib ota qolgan 4 qizini turmushga beradi. To'ng'ich qiz esa otasi bilan qolib unga g'amxo'rlik qila boshlaydi. Vaqt soati yetgach, ota omonatini topshirib, Robbisi huzuriga rihlat qiladi. Qizlari esa uning vafotidan so'ng vasiyatnomani ochib o'qiydilar. U yerda otalari shunday deya vasiyat qoldirgan edi. Qizlarim, o'zining baxtini sizlarning baxtingiz uchun qurbon etgan opangiz turmushga chiqmagunga qadar merosni taqsim eta ko'rmang. Ammo 4 opa-singil vasiyatdan norozi bo'lishib, uyni sotishlarini va har birlari o'z ulushini olishlari kerakligini aytib oyoq tirab oladilar. Ular hattoki Allohdan o'zga madadkori bo'lmagan opalarini uyni sotsak qayerga ham yolg'iz o'zlari bosh urib boradilar deb o'ylash o'rniga undan haqlarini talab eta boshlaydilar. To'ng'ich opa singillarning tahqiqlari ostida ortiq yashay olmasligini sezgach, uylarini sotib olmoqchi bo'lgan tijoratchi odamga qo'ng'iroq qilib, unga sharoitini tushuntirib, hozircha boradigan boshqa yeri yo'qligini va to o'ziga munosib makon topguniga qadar unga biron oy muhlat berishini aytib iltimos qiladi. Haligi odam hech qisi yo'q, yashab turavering deb rozi bo'ladi. Uy sotilgach, merosni 5 opa-singil o'zaro bo'lib oladilar. Bari o'z ulushini olgach, xursand bo'lib juftlarning uyiga qaytib ketadilar. Loqal birontasi opasining taqdirini, uning qayerga borishini o'ylab o'tirmadilar ham. Opalari judayam mo'mina qiz edi. U otasiga beminnat xizmat qilib, g'amxo'rlik qilgani uchun Alloh uni yolg'iz qoldirmasligini aniq bilar edi. Oradan bir necha oy o'tgach, uy sohibi qo'ng'iroq qilib, uni ko'rmoqchi ekanini aytadi. Opa xavotirga tushib, qalbida qo'rqinch hissini tuya boshlaydi. Hamma fikr va xayoli hozir uy sohibi keladi-yu, uni uydan quvib yuboradi. Uy sohibi kelgach, opa ohistalik bilan gap boshlaydi. Qarshingizda judayam xijolatdaman. Men hali ham o'zimga makon topganimcha yo'q dedi. Uy sohibi esa hech qisi yo'q. Xavotir olmang, men buning uchun sizni huzuringizga kelmadim. Kelishimdan maqsad sizga mana bularni berish edi deb sumkasidan sud qog'ozlarini chiqarib qizga uzatadi va gapida davom etib, bu yerda uyni sizga mahr etib berganligim qayd etilgan. Mening juft halolim bo'lishingizni istayman. Agarda rad etsangiz, va'da berib aytamanki, sizni ortiq bezovta qilmayman. Bu yerga qanday kelgan bo'lsam, izimga shunday qaytib ketaman. Qanday qarorga kelsangiz ham, bu uy endi sizning mulkingiz. Unda endi sizning to'liq haqqingiz bor dedi. Opa bunday taklifni ochig'i kutmaganligi uchun yig'lab yuboradi. U Alloh taolo uning qilgan xayrli amallarini qabul etishini yaxshi bilar edi. Shunday qilib To'ng'ich opa tijoratchining juft haloli bo'lishga rozilik beradi. Bir umrga mehribon jufti bilan ota uyida baxtli, saodatli hayot kechira boshlaydi. Azizlar, qilgan amalingiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, Alloh taolo sizni ajrsiz qoldirmagay. Hikmatlar chashmasidan qalbingni isloh qil. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh jismingizga, molingizga qaramaydi, balki qalbingizga, amallaringizga qaraydi dedilar. Imom Muslim rivoyati.